Bizning qishloqqa zombilar bostirib kirishdi va ularning orasida oddiy zombilar emas, balki qurollangan zombilar ham bor edi. Lekin bizning qal'a bunga dosh bera oladimi? Buni hammasini video davomida ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan men Noob boshlovchi va mening intervyumga xush kelibsiz obunachilar. Xullas, qishlog'imizga hamma qishloqlarga zombi apokalips bostirib kelibdi va bu haqida men bilmayman. Menga katta olimlar xabar berishdi. Xullas, hamma himoyalansin, qal'a qursin, bunker qursin. Hammaga rahmat, himoyalaninglar. Hop, qishloqlar, bo'lsa nima qiladigan bo'ldik? Bo'lmasa, mer, davayda kreativ bersak, o'zi qurib beramadimi Markoni? Lekin yaxshi g'oya bu ham. Xo'p, mayli bo'lmasa, kreativ beramiz, u o'zi qurib beradi. Tushunarli bo'lsa, kelgandan keyin kreativ. Buni sindirib olsam, ikkita daraxt menimcha yetib qolsa kerak. Hoppa. Xo'sh, qanday go'zal bo'lam. Bola osmondan qaranglar, bulutlar ham qanday nima desam bo'ladi. Boshqacharoq chiqib turibdi. Xo'sh, endi bizga bitta versak kerak bo'ladi. Xo'sh, va versakniga qo'yamiz va o'zimizga ishton yasaymiz va bo'ldi obunachilar. Ana endi bu qanday full broniga o'xshab ko'rinadi, to'g'rimi obunachilar? To'g'ri, sizlardan so'rayman men. Xo'p, mayli obunachilar, hammasi hazır. Hoppa. Blok kerak bo'ladi baribir. Blokni qo'yamiz va bo'ldi obunachilar. Endi masalan, bularni merni oldiga boramiz. Nima gaplar ekan? Mer nima gap? O'ylab ko'rlaringizmi? Xullas, Marko, senga bizga kreativ beradigan bo'ldik. Sen o'zing mana shu meni uyim, seni uying, keyin mana shu ikkita to'rtta uyni birlashtirib bitta nima desam bo'ladi, qal'a qurib berasan. Shu yerdan keyin zombilar bilan qarshi hujum jang qilamiz. Tushunarli. Mayli, kreativ berasan unda. Ha, kreativ beraman o'zim, men bilan o'zing quraverasan. Bo'pti. Qancha vaqt berasiz? Bir primерно 10 minutcha uyga borib ishlarni qilib tur, keyin qilib beraman o'zim. Bo'pti. Nuda, menga vaqt farqi yo'q obunachilar. Xo'p, bizga kreativ beradigan bo'ldik. Biz endi nima desam bo'ladi? Mana shu atrofni zombilardan himoyalanish uchun nima desam bo'ladi? O'rab chiqamiz. Bo'lmasam biz ozroq kutib turamiz obunachilar. Xo'p, obunachilar, bizga kreativ berildi. Mana kreativ, your game, xo'sh, bla. Xo'p, bolalar, endi biz nima qilamiz desanglar, birinchi bo'lib bolalar mana shu 4 ta uyni temir bilan o'rab chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, temirimiz mana bizani temir bilan chiroyli qilib bolalar oraqaga ikkita masofa qoldirib o'rab chiqamiz obunachilar va shunda nima desam bo'ladi? Temir bilan anchagina mustahkamroq bo'ladi obunachilar. Hoppa, bo'ldi. Mana shuni birinchi bolalar eskisini tayyorlab olamiz. Hoppa. Xo'sh, mana shunday juda ham ajoyib va bolalar mana va bu yog'ini ham xuddi shunday qilib chiqamiz. Obunachilar, o'zingizlarda nima gap bolalar? Qishki ta'til yaxshi o'tkazyapsizlarmi? Yangi yilga ham deyarli 2 kunmi, 1 kun qoldi. Xo'p, obunachilar, sizlarga ham qor yoqdimi, lekin bizning Minecraftda hali ham bolalar qor yoqqani yo'q. Shunisi bitta nima desam bo'ladi, afsus bo'ldi. Xo'p, nuda bizga fashi farqi yo'q. Bolalar bizning videomizga qor ham kerak emas. Agar biz qorli video olmoqchi bo'lsak, bolalar nima desam bo'ladi, qor kerak edi. Qor chiroyli narsa-da. Mayli, lekin bolalar qor ergandan keyin o'zlar bilasa qanaqa holatga tushadi. Eri, balchiq bo'lib, nima desam bo'ladi, dabbalas chiqib ketadi. Bolalar shunaqa narsasi eng yomonda bolalar. Xo'p, mayli, biz ham nima qilamiz? Buni bu yog'ini bunday qilamiz, buni. Bolalar bir primerna mana shuncha qavat qilsak yetib qoladi va ancha mustahkamroq chiqadi. Hoppa, bolalar, hali biz zombilarga qarshi jang ham qilishimiz kerak. Hammasini nima desam bo'ladi, rejalashtirib qo'yish kerak hammasini. Menimcha bolalar, hozir videoni stop qilib turaman, sababi video juda ham cho'zilib ketadi. Agar buni oxirigacha qiladigan bo'lsam, sizlar bilan 5 sekundga xayrlashib turamiz. Obunachilar, ungacha sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmaysizlar degan umiddaman. Xo'p, bo'lmasa qani ishni davom ettiramiz. Mana qalamizni qurib bo'ldik. Mana bizning qalamiz 3 qavatdan chiqdi. 3 qavat emas, degan juda ham mustahkam qurdik. Neri ochiq qolib ketdi. Hozir quramiz obunachilar. Xo'p, bizga temir blok mana shunday, xo'sh. Va buni bunday qilamiz, buni bunday va buni bunday qilamiz obunachilar va bunday.
juda ham ajoyib va uylar ham ochiq qolgani yo'q. Mana obunachilar, bolalar hamma yoq juda ham ajoyib. Bolalar mana endi oqshom ham tushyapti. Menimcha hozir zombilar kelib qolsa kerak. Xo'p, sandiqda nimalar bor? Biz bu yerga fanaklar o'rnatib chiqqanmiz, obunachilar, chunki xavf-xatar bo'lmasligi uchun. Xo'p, bu yerda birinchilar bronyalar ikkita kishiga, do'stim ham kelib qolishi mumkin-ku boshqa qishloqdan. Va bu yerda qurollar obunachilar. He. Bu yerda esa oltin olmalar, bular va bular. Obunachilar bo'lmasam biz kutamiz. 2 soatlardan keyin oqshom tushadi, 9 tushadi va 9 tungi oqshom 9da menimcha zombilar kelib qolsa kerak. Shundagina kamerani yoqaman. Xullas obunachilar, hammaga xayr. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bola hozir 5 sekunddan keyin qaytaman men. Xo'p, xarosh bo'lsam kutamiz. Obunachilar, yo-mayo, уже zombilar kelishibdi. Yo, what the fuck? Bolam edi anaqa joy qilib qo'yganda va mana shuni hozir ko'ramiz. Yo, what the fuck? Oy, yo-mayo. Voy, jinursin. Bolamni qaytib o'ldiraman obunachilar. Yo, what the fuck? Oy, lanati, mayli, ish qilib sindirib kirishmasa bo'ldi. Biz hozir loy blok olamiz. Korcha sandiqdagi narsalarni biz olib olishimiz kerak obunachilar. Sababi biz chiqqanimizdan bizani ot tashyapti bular. Xarosh, yaxshi lekin yaxshi zombilar ekan. Xo'p, 6 ta blok yetmaydi menimcha. 8 ta olay. Yetib qolsa kerak. Bolalar sizlar albatta shunaqa kontent uchun obuna bo'lishni unutmaysizlar degan umiddaman. Oppa. Xo'p, bitta chiqamiz dedi, bo'ldi. Xo'p, bizaga yo'q, bu ham kerak emas. Bizaga mana bu kerak. Jenurson. Aylanati. Sovug'imda bola qishda, bolalar bunisiga qishda zombi apokalipsga nima desam, po'q bormi deydimi? Yo-moy, ay, Jenurson. Voy, lanati, bolalar ko'rdingizmi? Yo-moyo, buni bunday qilib chiqib, hali ham chiqib bo'lsa, bularni otib bo'lmaydiganga o'xshayapti. Xo'p, mayli bizaga hozir Jenurson bu tomoqni ham mayli uzr bo'larmas uchun. Xo'p, biza hozir endi oltin olma kerak bizaga. Xo'p, oltin olmaga chiqishimiz kerak biza bir amallab. Buni bunday qilamiz. Blokkani. Oppa, xarosh. Oppa, bo'ldi. Xo'p, bizaga qurollardan mana bu kerak bo'ladi va bizaga roket va birikta bunaqa narsa tashlab yuboramiz obunachilar. Va bizaga bu kerak emas va bizaga oltin olmalar kerak bo'ladi va oltin olmani yeb olamiz obunachilar biz. Hop, ko'payli yeb olamiz va mana bunday qilamiz. Chiqamiz, xarosh. Buni otaveramiz. Voy, jinursin. Oppa, ma. Xarosh, obunachilar to'sida bo'lar. Birozdan chankni pasaytirib qo'yay, bola telefonim yomon qotyapti. Bolar tur qilib qo'yaman, to'g'ri narsa degan umiddaman obunachilar, chunki men telefondan kontent olaman. Oppa. Xarosh. Endi oppa. Voy, jinni qoch. Yo-mayo. What the fuck? Voy, Jenurson. Obunachilar, lekin juda ham yaxshi ketyapti nomimiz, lekin uncha joyim ketmadi-yu. Lekin shunisiga mesela zo'r desa ham bo'ladi. Xarosh, endi biz blok olamiz obunachilar, biz oltin olma yeb olishimiz kerak. Yaxshi obunachilar, juda ham yaxshi ketyapti hozirgi jangimiz. Xarosh, endi chiqamiz va burchakda biz kichkinagina nima desam bo'ladi, nascha qilib olamiz. Xarosh, buni olamiz bloklarni obunachilar va bo'ldi. Hozir mana shu yerdan biz tashaveramiz. Oppa. Xarosh bolalar. Juda ham yaxshi, hozir tepaga chiqamiz va darrov bloklarni qo'yishimiz kerak. Bloklarni qo'y. Xarosh, bloklarni qo'yishga ulgurdim obunachilar. Voy, lanati, blokqa yotibdi. Hop, xarosh, endi biz buni olamiz. Oppa, xarosh, obunachilar juda ham yaxshi. Va endi qo'yamiz va bizga oddiy qurollar kerak. Jenurson. Oppa, voy, Jenurson. Voy, ye. Voy, Jenurson, qoch. Oppa. Voy, Jenurson, nimaga ichakirib yubordim ularni? Hop, men o'ldiramiz bolalar. Oppa. Bolalar. O'ldiramiz hozir. O'ldirdik. Jenurson. Bolalar qala buzilibdi. Bo'ldi, tamom bo'ldi. Qoch, o'lsam emasam qolib ketadi. Qoch.
Buni tepaga chiqamiz, obunachilar. Bunaqa tepaga chiqamiz. Oppa, ay, la'nati. Bo'ldi. Xo'p, obunachilar juda ham qiyin ketyapti. Xo'p, mayli, hozir hali ham granatlar olganman. Ana shu granatlarni tashlab bolalar, ularni o'lyapsizlarmi? O'linglar. Jinusini. Xo'p, xarosh. Va endi bunaqalardan tashlayveramiz obunachilar. Oppa, xarosh. Naqul. Men oson o'ldinglar. Xarosh obunachilar, juda ham yaxshi ketyapti. Xo'p, qani? Oppa, xarosh obunachilar. Yana qayerda qoldi? Ay, jinus o'zim o'ldirib yubordim. Ay, yo-mayo. Menimcha obunachilar, men qishloqlarni o'ldirdim. Yo-mayo. Nima desam bo'ladi? Zombilarni o'ldirdim. Agar sizlarga nima desam bo'ladi, video yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'ling va nima desam bo'ladi, kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin va videoga like bossam esdan chiqmaydi degan umiddaman obunachilar. Yo-mayo, qochamiz bola qayrlab. Qochishga uldiraman, senga qochishni o'rgataman. Hozir boshqa bolalar adaptatsiyasini chiqaraman, shularni to'xtab turlar. Hop, kelmayaptimi ish qilib. Yo-mayo kelayotgan ekan, yo-mayo. Hop, tepaga chiqishimiz kerak bizdan biramallab. Oppa, blok kerak menga bola, ko'p bala blok kerak. Oppa. Yo-mayo, o'ldirib tashladi. Jin ursin. Xullas, hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bo'lish, Marko bo'ldim. Albatta kanalga obuna bo'lish esdan chiqmaydi degan umiddaman. Hammaga xayr.